Barchaga assalomu alaykum. Biz hozir Perevaldamiz. Nabixon ota kafesini juda ham ko'pchilik yaxshi biladi. Ayniqsa vodiyga qatnaydigan shoför akalar juda ham yaxshi biladi. Xo'p, ushbu kafega 50 kilovatli yevropeyskiy motor bilan jihozlangan generator o'rnatganmiz. Aka qancha bo'ldi o'rnatilganiga? 6 oycha bo'lyapti o'rnatganiga. Qanaqa ishlayapti? Yaxshi, zo'r, holati yaxshi. Yaxshi ishlayapti hozircha, yaxshi. Svet o'chgandan keyingi holat qanaqa bo'lyapti? Svet o'chgandan keyin o'zi avtomatik holatga ishga tushadi. Hozircha yaxshi. Oldin qiynalardik, hozir buni o'rnatib yaxshi bo'ldi, ancha. Gap yo'q. Xudo xolasa, yaxshi kunlarga xizmat qilsin, ilohim. Rahmat sizlarga. Aka, tavsiya qilasizmi boshqalarga? Boshqa oshxonalarga ham, shunaqa tashkilotlarga ham tavsiya qilamiz. Shu firmadan foydalanishlarini, yaxshi, zo'r holatda ishlayapti. Xo'p, generator toza 50 kilovat tok beradi. 62,5 kW toza 50 kilovat tok beradi. Avtomat 10 sekundda svet o'chishi bilan avtomatik ishga tushib, ish faoliyatini to'xtalishini oldini oladi. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli generatorlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab tekinga yetkazib beramiz. Aka, yana bir marta Alloh baraka bersin ishlarga.